Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Biologiya detim 2019 yechilishini boshlaymiz. Demak, har kuni har bir bobni ishlab beraman. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. 1. Organizmga kirgan mikroblarni bir-biriga yopishtirib eritib yuboradigan modda nima? Bu antitela deb ataladi. Tashqi muhit omillari o'zgarishiga qaramay, organizm o'z tuzish va ichki muhitini doimiyligini o'zgartirmay bir xilda saqlash xususiyati gomeostaz deb ataladi. Antitela 3. Organizm kirgan mikroblarni eritib yuboradi. Javob A variant bo'ladi. 4. Gomeostaz tashqi muhit omillarini o'zgarish natijasida organizmni tashqi muhit ta'sirida yoki noqulay sharoit oqsiltab yo'q. A javob chiqib ketdi. B javob noqulay sharoit duch kelganda organizm modda almashishini tiklashi yo'q. Tashqi muhit omillari o'zgarish natijasida organizm iqtisod yetishi yo'q. D variant. Organizm o'z tuzilishi va ichki muhitini doimiyligini o'zgartirmay bir xilda saqlash xususiyatiga gomeostaz deyiladi. Javob D variant. O'simliklar anatomiyasini Negriu yozgan. Jayron kavush qaytaruvchi juft tuyoqli. Echki kavush qaytaruvchi juft tuyoqli. Javob D variant. Oxu kavush qaytaruvchi juft tuyoqli. 9. Begemot. Bu ham juft tuyoqli, lekin kavush qaytarmaydigan juft tuyoqli hisoblanadi. 10. Ot. Bu tog' tuyoqli hayvon. A javob. 11. Kurak tishlarining orqa tomonida emali bo'lmaydigan sut emuvchi hayvon aniqlang. Bular kemiruvchilar bo'ladi. Bu kemiruvchilarning qoziq tishlari ham bo'lmaydi. Javob jayra va yumron qoziq. Mana 12. Qoziq tishlari bo'lmaydigan hayvon bu kemiruvchilar bo'ladi. Tin va sichqon. B variant. 13. Tematik birliklarga mos keluvchi javobni aniqlang. Sinf bo'lish kerak. A javobdan xordalar chiqib ketadi. B javobdan bo'shliqchilar chiqib ketadi. C javobdan yassi-chuvalchanglar chiqib ketadi. D variant. Demak, xilchinlar sinfi, lolasimonlar sinfi. 14. Sinf tematik birlik mos keluvchi javobni aniqlang. Demak, zuluklar va o'rimchaksimonlar A javob bo'ladi. 15. Tirikning tuzish darajasiga mos keladigan javobni aniqlang. Bir hududda yashovchi turli populyatsiya o'zaro munosabati va gen mutatsiyasi. Gen mutatsiyasi molekula darajasida, bir hududda yashovchi populyatsiya o'zaro munosabati esa biogenoz darajasida bo'ladi. Javob B variant bo'ladi. 16. Tirikning tuzish darajasiga mos keluvchi javobni aniqlang. 16. Yadroning bo'linishi. Yadro, sitoplazma, mitoxondriya, xloroplast, shunga o'xshash jarayonlar bo'linishi yo boshqa narsa bo'lishi bu hujayra darajasida amalga oshadi. Jag'jag' sonining bazallar ortib ketishi yo kamayib ketishi bu populyatsiya darajasida amalga oshadi. A variant. DNK reduplikatsiyasi bu molekulada, nerv kumoral boshqarish esa organizm darajasida sodir bo'ladi. A variant bo'ladi. 18. Assidiya metamorfozining sodir bo'lishi bu organizm darajasida, dezertiv tanlanish esa populyatsiya darajasida amalga oshadi. 19. Mitoxondriyadagi metabolizm. Mitoxondriya hujayra darajasida edi. Uni histologiya fani o'rganadi. Qazilma holda organizmlarni paleontologiya o'rganadi. Javob D variant bo'ladi. 20. Ko'k kaptar embrionni jabri yo'qlarning bo'lishi. Buni embriologiya o'rganadi. Silliq endoplasmdagi metabolizm jarayonini esa sitologiya fani o'rganadi. D variant. 22. Shuning teskarisini yozib qo'yibdi. Silliq endoplazm to'rni xo'sh sitologiya, ko'k kaptarni esa embrion degani uchun embriologiya fani o'rganadi. 22. Hayotning molekula va hujayra tuzilish darajasiga mos keladigan javobni aniqlang. Molekula va hujayra degan. Demak, 3 ga qarasak, uglerodning davriy aylanishi. Bu biosfera darajasida bo'lgani uchun D bilan C varianti chiqib ketdi. Ikkalasida ham 5 bor ko'ramiz.
Golgi majmuasida vakuol pufakchalarning paydo bo'lishi bu hujayra darajasida bo'ladi, molekula darajasida emas. Demak, A ga 5 degani uchun B javob chiqib ketdi. Javob A varianti qoldi. 23. Hayotning molekula va hujayra tuzilish darajasiga mos keladigan ma'lumotni aniqlang. Molekula va hujayra. Demak, yana 3 ga qarasak, uglerodning biogen migratsiyasi. Uglerodning biogen migratsiyasi bu biosfera darajasida amalga oshadi. Biosfera yo'q bo'lganligi uchun B bilan D varianti chiqib ketdi. Demak, C variantga 1. Donodor va silliq endoplazmik to'r deyapti. Bu hujayra darajasida amalga oshadi. Shuning uchun C varianti chiqib ketadi. A variant bo'ladi. 24. Jirafa embrionni jabr bo'lishi. Embriologiya, qazilma holda organizmlar esa paleontologiya fani o'rganadi. 25. Molekula va organizm darajasiga xususiyat toping. Molekula va organizm degan. Azotning davralanishi chiqib ketadi. 5 va javob. Demak, B bilan D javob chiqib ketdi. Demak, C bilan A javob qoldi. 1. Exnikokning finni hosil qilishi bu molekula darajasi amalga oshmaydi. Javob C variant bo'ladi. 26. Molekula va hujayra darajasiga molekula va organizm darajasiga mos javobni aniqlang degan. Demak, uglerodning davralash, ya'ni o'sha 5 javob chiqib ketsa, A bilan D javob chiqib ketdi. Birga qaraymiz. Jigar qutning sista hosil qilishi organizm darajasida bo'ladi. Molekulada bo'lmaydi. Chunki B javob chiqib ketdi. Javob C variant bo'ladi. 27. Olimlarning qilgan kashfiyotini toping deyapti. Shivan uy hayvonlari uchraydigan oqsoqlar qo'zg'atib o'tsa o'rgangan yo'q. A chiqib ketsa, demak, B javob bilan C javob chiqib ketdi. Federer bakteriya faktini o'rgangan, Ivanovskiy tamaki muzikani o'rgangan, Levengu hujayra yadromochilik o'rganmagan. A ham chiqib ketdi. Javob B variant bo'ladi. 28. Laynштейнер eritrositlarni 28. Laynштейнер eritrositlarda res omil borligini aniqlagan. To'g'ri. Xo'sh. Frosh tamaki muzikani o'rganmagan. B chiqib ketadi. B chiqib ketsa, B A da ham bor, C da ham bor, D da ham bor. Javob B variant bo'ladi. 29. Nilsen Eller polimeriyani o'rgangan. Karpichenko turlar bekitishni bartaraf etgan. A bilan B bo'ladi. Javob C variant ekan. Cohen ilk bor genlarni klonlashtirgan. To'g'ri. Navashin madaniy o'simliklar kelib chiqishni markazi aniqlanmagan. Chunki buni Vavilov o'rgangan. B chiqib ketdi. A bilan B javob chiqib ketdi. C. Watson eritrositlar res omil aniqlanmagan. Bu ham chiqib ketdi. Demak, Verxov hujayrasi hayot yo'qlar o'rgangan. Javob C variant ekan. 31. Dokuchayev hujayrasi hayot yo'qlar o'rganmagan. Demak, u tuproqshunoslikka hissa qo'shgan. A chiqib ketsa, C variant bilan C da ham A bor, B variant chiqib ketadi. B. Vernadskiy biosfera haqida ma'lumot yaratadi. To'g'ri. Pavlov bosh miyaning to'liq qismi nerv hujayrasini o'rganadi. Javob B bilan C ekan. A variant bo'ladi. 32. Hujayra tarkibida oqsil, nuklein kislotani stoikimyoviy usul hujayrada yadro, xloroplast, mitoxondriyani ajratib olishni esa sentrifugalash usuli o'rganadi. Javob B variant bo'ladi. 33. Hujayra darajasiga xususiyat toping. Hujayra darajasida. Xo'sh, silliq endoplazmik to'rda uglevod sintezi silliq endoplazmik to'r deganligi uchun olamiz. 2. Ugleroddan biogen migratsiya 2 bor javob chiqib ketadi. Bu biosfera darajasida bo'ladi. 3. Nerv gumorol boshqarish organizm darajasida bo'ladi. 3 javob chiqib ketsa, C bilan B javob chiqib ketadi. Boya 5 2 javob chiqib ketadi, A chiqib ketadi. Endi D variant bo'ladi. 34. Hujayra darajasida mitoxondriyani olamiz. Birdan azot davralanishi bu biosfera 2 bor javob chiqib ketdi. 2 chiqib ketsa, C javob chiqib ketdi. Silliq endoplazmik to'rda ularning
olamiz. 1, 3 ekan javob D variant bo'ladi. 35. Populyatsiya darajasida. Xo'sh, uglerodning davriylanishi 2 bor javob chiqib ketadi. Demak, A javob chiqib ketdi. Xo'sh, u manjurdan kenja turgan hosil bo'lishini olamiz, pigmentlarda koloni hosil bo'lishini olamiz. U kommensalizm organizm darajasida bo'ladi. 4 bor javob chiqib ketdi. Javob D variant bo'ladi. 36. Organizm darajasi degan. Organizm darajasida kenja turlarning paydo bo'lishi, bu populyatsiya darajasi bo'ladi. 1 bor javob chiqib ketdi. Nerv sistemasi orqali boshqarish. Olamiz 2 ni. 3. Azotning davriylanishi chiqib ketdi. 3 chiqib ketsa, C bilan D javob chiqib ketdi. Boya B variantdan 1 chiqib ketgan. Javob A variant ekan. Demak, 37 da qo'sh zanjirda har bir nuqtalar yig'indisini toping. Demak, adenin timin yig'indisini topsak, shuncha adenin shuncha timin bo'ladi. Guanin bilan sitozin yig'indisini topsak esa, shuncha guanin shuncha sitozin bo'ladi. 1 ta adenin, 2 ta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ta adenin sitozin yig'indisi 13 ta ekan. Chunki 13 ta adenin, 13 ta timin bor ekan. Guanin sitozin yig'indisi topam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta. 11 ta sitozin, 11 ta guanin. Javob C variant hisoblanadi. 38. Yana shuni toping degan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta. Adenin guanin 11 ta bo'lsa, javob bitta A variantda bor ekan. 39. Nazariy jihatdan DNK molekulasining birinchi zanjirida nukleotidlar berilgan. O'shanda 3-triplet degan, bu birinchi triplet, triplet degan 3 degan. Ikkinchi va 3-tripletdagi timin sitozinga almashgan degan. Va qo'sh zanjirda har bir nuqtada yig'indisini toping. Endi bu timin emas, sitozin bo'ladi. Guanin sitozin yig'indisini topaman. 1, 2, 3, 4, 5. Mana bu ham endi sitozin bo'ladi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ta. 16 ta mana sitozin bo'lsa, 16 ta guanin bo'ladi. Javob D variant bo'ladi. 39, 40. Bunda 4-triplet timinda guaninga almasa. Mana 4-triplet timin, endi timin emas, guanin deb ketaylik shuni. 1, 2, 3, 4, 5 ta. 6, 7, mana 3 degan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ta. 16 ta sitozin, 16 ta guanin bo'lsa, javob B variant bo'ladi. E'tiboringiz uchun